Assalomu alaykum, bizning doimiy ravishda kuzatib kelayotgan obunachilarimiz. Albatta biz sizlarga yangilik qilishdan to'xtamaymiz. NZZDing kompaniyasining Dakaro F1 gibrid qovun urug'larimiz kelgan 2025-yil partiyasi. Avvallari bunaqa pachkada kelardi. Hozir bu pachkani poddelkasi ko'payib ketganligini hisobiga firma pachkasini o'zgartirib, yangilik qilib shunaqa pachkada chiqarish boshladi. Pachkasida 1000 donalik bo'ladi. 1000 dona urug'imiz qancha maydonga yetadi deganlar uchun buni ko'chat qilib ekadigan bo'lsani 15 sotix maydonga yetadi. Agar buni pramo yerga tikadigan bo'lsani 10 sotix maydonga yetadi. Bu qovun urug'imizni pishish muddati 55-60 kunni tashkil qiladi. 55-60 kunlik qovun urug'imiz deganimizda ko'pchilik bizga savol berishadi. Urug'i yerga tikkandan boshlab hosilni olgunimizgacha 55-60 kunmi deyishadi. Yo'q, albatta unaqa emas. Ko'chatdan keyin hisoblaganingizda 55-60 kunni tashkil qiladi. Ko'chatgacha bo'lgan davri 35 kun bilan 45 kunning orasida bo'ladi. Chunki undan erta ko'chatni olib borib ekib qo'yadigan bo'lsani, ko'chatinglarni nobud bo'lish ehtimoli juda ham ko'payib ketib qoladi. O'shaning uchun 35 kun bilan 45 kunga borgan ko'chatlarni olib borib dalaga ekasizlarmi yo bo'lmasam patplyonka ekasizlarmi, shunday qilib eksani, o'shanda ko'chatinglarni nobud bo'lish ehtimoli juda ham kamayadi. Chunki ko'chat o'zini holatini tiklab yaxshi sostyanaga kelib olgan bo'ladi. Bu qovun urug'imizning shakli cho'ziqsimon bo'ladi, sertor bo'ladi, to'q sariq bo'ladi. Buni mazasi bo'yicha O'zbekistonda yetadigan qovun urug'i yo'q. Mazasi ham juda zo'r, juda shirin qovun bo'ladi. Qovunimizning vazni esa 2 kilo, 2,5 kilo, 3 kiloni tashkil qiladi. Qovun urug'imiz palagida 6 dona, 8 dona, 10 donagacha bemalol hosil beradi. Hosilni etap-etap pishiradi. Hammasini teng pishirmaydi. Etap-etap pishirishni boshlaydi. Kimga shunaqa qovun urug'larimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Shu nomerlardan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bu urug'imizni yerdan unib chiqishiga, upapovkasi originalligi va O'zbekistonda qadoqlanmaganligiga 100% garantiyasi bilan beramiz. Bu pachkadan ham bor, 2025-yil partiyasidan ham, o'tgan yili ekkanlar uchun bu pachkani originalidan ham bor. Kimga shunaqa pachkalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammaga rahmat.